o'z blogimda reklama haqida ko'p gapirmayman, lekin shuni aytib o'tishim kerakki, to что men reklama olishda judayam injiq insonman. Ya'ni menga biron narsa yoqmasin, qanaqadir gapi yoqmasin yoki ozgina ko'nglim xavotir bo'lsa ham men reklama отказ berib yuborishim oson, chunki miyamda uстановка borki, agar bu yerda o'xshamagan bo'lsa, demak Alloh menga boshqa joyda tayyorlab qo'ygan va shu sababli men o'ta tez отказ berib yuboraman. Вот. Lekin nechtasi bilan ishlagan bo'lsam, hozirgacha reklama narsalarning nechtasi bilan ishlagan bo'lsam, hammasi yaxshi otziv berishgan, hech qaysi hali norozi bo'lmagan. Hammasi juda ham xursand bo'lib, voy, anaqa biz kutmagan darajamizdan ham yaxshi qildingiz degan va aynan shu narsa menga katta motivatsiya beradi. Aynan shu narsadan men xursand bo'laman. Ya'ni to'g'ri, olish kerak, shu mehnatimga yarasha olaman ham, lekin qachonki ularga qilgan ishim yoqsa agar, menga mana shuni o'zi katta kuch, ya'ni meni kimlarga foydam